Assalomu alaykum. Efirda obyektlar xavfsizligi ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimiz davomida Qo'riqlash departamenti va uning hududiy bo'linmalari tomonidan o'tgan hafta mobaynida sodir etilgan muhim voqealar tafsilotlari bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Qo'riqlash departamenti va uning hududiy bo'linmalari tomonidan jami 902 ta obyektlarni qo'riqlash bo'yicha shartnomalar tuzildi. 1325 ta fuqaro xonadoni yangidan qo'riqqa olindi. Shuningdek, boshqa obyektlardan sodir etilgan jami 84 ta mayda tashmachilik holatlari aniqlanib, ulardan 17 million so'm pul miqdorida moddiy tovar boyliklari egalariga qaytarildi. Shuningdek, boshqa ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etgan jami 1146 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzildi. Qo'riqlash bo'linmalarining tezkor harakatlanuvchi guruhlari tomonidan jami 902 ta chiqishlar sodir etilib, shulardan tashvish tugmalarini bosish bilan bog'liq bo'lgan holatlar soni 870 tani tashkil etsa, ulardan 652 tasida jamoat tartibining buzilish holatlarining oldi olingan. 102 tizimiga kelib tushgan xabarlarga asosan hududiy ichki ishlar organlari navbatchilarining xabariga ko'ra 32 ta chiqishlar sodir etildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.